Qani. Bu vash yopilmayapti, uka. Cobalt salondan yangi chiqqanda eshiklari qanaqa yopiladi? Hozir ko'rsataman. Voy, yopilmadi. Tayyormisanlar? 1 2 3 ketdi. Qani. Bu vash yopilmayapti, uka. Aka buni dodi yechimi bor. Qanaqa? Shu videoga bitta like bosib turing, hammasini o'rgatib qo'yaman. Aka, agar sizni ham eshiklari shunga o'xshab yaxshi yopilmayotgan bo'lsa, xavotir olmang. Bilasiz, Avtotuningda eshik regulirovka xizmatlari bor. Kamiga juma kuni arzon narxlarda skidka qilib beramiz. Bonus ham qo'shib beramiz. Islom aka, boshladingmi? Boshladik. Regulirovkamiz tayyor bo'ldi. Bitta barmoqda yopib ko'rsataman. Menimcha tushunmay qoldingiz. Endi jimjilodi. Oppa. Ana endi 5 kishilashib eshikni yopish shart emas. Shunchaki qo'yib yuborsangiz, bas. Akam videoga bitta like bosasiz, mehnatimizga 0 dan 10 gacha kommentariyada baho berib qo'ying.